Bu voqea shu kunlarda bir necha kun avval Qozog'iston mamlakatida sodir bo'lganini voqeaga ko'zi bilan guvoh bo'lgan yigit so'zlab beradi. Bir yigit yaqin qarindoshi bo'lgan kishi olamdan o'tgach, qabristonga jasadini ko'mib uyga qaytib keladi. Uyga kelgach, ichida pullari va bir necha muhim hujjatlari bo'lgan hamyonini qidirishni boshlaydi. Uzoq qidirib uni topolmagach, yigit chuqur o'ylab, hamyoni jasadni qabrga qo'yish chog'ida qabr ichiga tushib qolganini eslaydi. O'sha mahalla oqsoqollari va masjid imomi oldiga borib, bir necha soat avval ko'milgan qabrni qayta ochishga ruxsat so'raydi. Qabrni jiddiy sababsiz ochishga shariatda ruxsat yo'qligini yigitga uqtirishadi. Ammo yigit hamyoni qabr ichiga tushib qolgani va unda pullari va muhim hujjatlari bor ekanligini iddao qilganidan so'ng imom va oqsoqollar qabrni ochishga ruxsat berishadi. Bir necha kishi qabrga borib uni qaziy boshladilar. Qazib bo'lgach, u joyda turgan barcha odamlar dahshatli manzaraga guvoh bo'lishdi. Hozirgina bir necha soat avval ko'milgan jasad tiz cho'kkan va qo'llari kishanlangan holatda turgan edi. Bu holatni ko'rgach, yigit qabr ichida qolgan hamyonini olib boshqa hech narsaga qo'l tekkiza olmadi. Imom kelib yig'lab, mayyitga istig'for aytdi. Kalimani qaytargan holatda jasadga qo'l tekkazib, uni yana joyiga yotqizib qabrni qayta ko'mib qo'yishdi. Qarindoshini bu ahvolda ko'rgan yigit o'sha kundan boshlab hayotida jiddiy o'zgarish bo'lganini, u namoz, islom, dunyo va oxirat degan tushunchalarni anglab yetganini aytib beradi. Azizlar, shuning uchun ham Usmon roziyallohu anhu oxirat, dozoqdagi azoblar haqida gapirganida ko'p ham yig'lamasdi. Ammo qabr haqida so'z ochilganda qattiq, ho'ngrab yig'lab yuborardi. Yonadagilar: "Ey Rasulullohning xalifasi, nega oxirat, dozoq va undagi azoblar haqida so'z ketsa uncha yig'lamaysiz-u, ammo qabr haqida so'z borganida yig'lab yuborasiz?" deb so'rashdi. Shunda u zot shunday javob berdi: "Bilmaysizlarmi? Jahannamda ham, qiyomat kuni ham, mahshar maydonida turgan chog'ingizda ham yolg'iz bo'lmaysiz. Oldingizda odamlar bo'ladi, ammo qabrda esa sizga dalda bo'luvchi hech kim bo'lmaydi. Qorong'u joyda Allohning farishtalari bilan savol-javob uchun yakkama-yakka yolg'iz qolasiz. Shuni o'ylab yig'lab yuboraman" deya javob berdilar. Wallahi satabitu fil qabri wahdak وسيباشر التراب خدك وستنعش الديدان لحمك وعظمك وستبقى رهين عملك فاعتبر بمن مات قبلك وربي ستندم.